ko'p sahobalar iltimos qilishgan ekan Oysha onamizdan. Oysha onamiz 3-bo'lib meni o'zimni ko'rmaslar degan ekanlar. Yo'q, mana shu endi birodarlar va do'stlar bilan birga bo'lsin deganlardan keyin Hazrat Umar roziyallohu anhuni ham o'sha yerga ko'milgandan keyin mana bu ustunduq oldida nima qilingan? Devor tortilgan keyin. Devor tortilib, Oysha onamiz shunda ham shu yerda nima qilganlar? Yashagan. Nima uchun? Endi u yerda nomahram bor. Umar kishiga nima? Nomahram. Biz kelamiz, hoji akalamdan kelgandan keyin mana bunda salom bermaymiz biz. Shundagina mana bu usulni o'tganimizdan keyin mana birinchi mana shu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nimalari? Qabrlari. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuniki va Hazrat Umarniki. Nimada salom beramiz? Yaqinga kelib nimada salom beramiz? Kelganimizdan keyin xohning qo'lingizni ko'taring. Xohning qo'lingizni yuzingizga qo'yib, assalomu alayka ya Rasululloh, assalomu alayka ya Habiballoh, assalomu alayka ya xayru xalqillah deb salom berasiz. Keyin o'tganingizdan keyin